Hozirgi lavhamiz orqali birgalikda Hindistonga, Bollivudga sayohat qilamiz. Ha, Nodir, Hindiston kinosi butun dunyoga mashhur va Bollivud nafaqat ko'p filmlar ishlab chiqaradi, balki yuqori daromad va ijodiy salohiyat bo'yicha ham yetakchi o'rinlarda turadi. Bu yo'lda biz alohida Ramoji kinostudiyasini ham e'tirof etib o'tishimiz lozim, chunki u dunyodagi eng mashhur kinostudiyalardan biri sifatida nafaqat o'zining katta filmlari, balki katta sahna va majmualari bilan ham tanilgan. Qiziq tomoni shundaki, studiyaning eng yuqori nuqtasi afsonaviy Mahishmati qasri Bahubali blockbuster uchun qurilgan bu sitadelga $8 million mablag' sarflangan. Uni ko'rganingizda haqiqatan ham hayratda qolasiz. Va yana bir fakt, ushbu filmni vizual va grafik effektlarni tayyorlashda o'zbekistonlik dasturchilar ishlashgan. Ular $400 ming shartnoma asosida hamkorlik qilishgan. Bu esa bugun o'zbek yoshlarining IT va grafika sohasidagi salohiyatini ko'rsatadi. Bizning mutaxassislarimiz ham jahon kinolarida yetakchilar sifatida o'rin egallayapti. Lavhani birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Haydaroboddagi Ramoji Film City'damiz. Bu nafaqat Hindistonning, balki butun dunyoning eng yirik kino olamidagi kompleksi hisoblanadi va 1996-yildan Guinness kitobiga kirgan. Va Ramoji Film City'ni biz nafaqat Hindistonning madaniyati markazi deb hisoblashimiz mumkin. Bu bugun turizm va iqtisodning ajralmas qismi. Hozir qarshingizda namoyon bo'layotgan manzaralar dunyodagi eng ulkan me'moriy illyuziyadir. Tasavvur qiling, Ramoji Film City miqyosi jihatidan Gollivuddagi mashhur Universal Studios'dan naq 3 baravar katta. Ammo eng hayratlanarlisi raqamlar emas, balki bu maskanning bunyod etilish tarixidir. Bundan 30 yil avval bu yerda kimsasiz qoyalar va toshlardan bo'lak hech vaqo yo'q edi. Ushbu imperiya asoschisi media magnat Ramoji Rao imkonsiz narsani voqelikka aylantirdi. U shunchaki dekoratsiya qurish bilan cheklanmay, tabiatga qayta jon bag'ishladi. Qaqshagan yerlarni gullab yashnagan vohaga aylantirish uchun 100 minglab tonna unumdor tuproq olib kelindi. Bugungi kunda ko'rib turgan har bir daraxtingiz sahro qo'ynida mehr bilan parvarishlangan niholdir. Bugun 1666 akr maydonda voqelik o'z o'rnini sehrli olamga bo'shatib bergan. Bu yerda Chanakya aeroporti mavjud bo'lib, ba'zan yo'lini yo'qotgan sayyohlar chindan ham yuklarni topshirishga harakat qilishadi. Temir yo'l vokzalidagi poyezdlar esa hech qachon manzilga jo'namaydi, ammo kadrda haqiqiylikni ta'minlaydi. Ramoji Rao, prodyuser, bu yerga shunchaki ssenariy bilan kelib, tayyor film bilan chiqib ketishi mumkin bo'lgan maskanni yaratishni istagan edi. Bizda hamma narsa muhayyo. Yapon bog'laridan tortib eng zamonaviy shifoxonalargacha. Hatto Wings qushlar bog'i ham shunchaki bezak emas. Bu yerda dunyoning turli nuqtalaridan keltirilgan ekzotik qushlar yashaydi va ularning ovozlari filmlarga tabiiy joziba bag'ishlaydi. Bu har bir detal sinchkovlik bilan o'ylangan haqiqiy orzular fabrikasidir. Biroq ushbu majmuaning eng yuqori nuqtasi afsonaviy Mahishmati qasridir. Bahubali blockbuster uchun qurilgan ushbu saroyga $8 million mablag' sarflangan. Bilasizmi, nima uchun u hamon qad rostlab turibdi? Po'lat va maxsus tolalardan ishlangan konstruksiyalar shu qadar mustahkam chiqdiki, kino shaharcha suratga olish jarayonlaridan so'ng ham o'z salobatini yo'qotmadi. Ularni buzib tashlash uchun ketadigan xarajat o'rniga studiya rahbariyati oqilona qaror qabul qildi. Majmuani doimiy muzeyga aylantirdi. Bu qaror haqiqiy daromad manbaiga aylandi. Har yili 1,5 milliondan ortiq sayyoh Bollivud sehrini his qilish va afsonaviy taxtga o'tirish ishtiyoqida Ramoji tomon oshiqadi. Natijada studiya nafaqat xarajatlarni tejadi, balki yilning 365 kuni daromad keltiruvchi aktivga ega bo'ldi.
Mahishmati endilikda reklama roliklari, musiqiy kliplar va yirik tadbirlar uchun tayyor maydon vazifasini o'tamoqda. Bu kreativ iqtisodiyotining oliy namunasidir. Bir martalik dekoratsiyani cheksiz daromad keltiruvchi brendga aylantirish. O'zbekistonlik tomoshabinlar uchun Bahubali filmi Hindiston kinosiga bo'lgan munosabatni yangiladi. Biz Hindistonni Raj Kapur qo'shiqlari orqali sevgan bo'lsak, endilikda Gollivud bilan bo'ylashayotgan yuksak texnologiyalari uchun hurmat qilamiz.